Assalomu alaykum Uyg'ur radiosining aziz anglag'uvchilari. Kitob o'qish sahifamizda Islom va ayol huzuringizlarda. Abdori Bayraktar Bayrakli, Tadbiriyay nashriyati. Ovozda Xadicha Uyg'ur. 7-qism. 5-tema ayolning fikr erkinligi. Muhammad alayhissalomga Qur'on Karim nozil bo'lishidan ilgari jahiliyat davridagi arab jamiyatida zihor odati bor edi. Ziharning ma'nosi dumba bo'lib, agar bir ayolning dumbisini o'zining onasining dumbisiga o'xshatsa, ayoli taloq bo'ladi. Bir kuni sahobalardan Havlaning eri uningga zihar qilgan. Ya'ni u Havlaning dumbisini o'z onasining dumbisiga o'xshatgan. Shuning bilan bu ayol Rasulullohning qishiga kelib, uningdan zihar sababidan o'zining qaysi ahvolda ekanligini so'ragan. Shundaqla u o'zining taloq qilinish ehtimoliga qarshi payg'ambar alayhissalom bilan munozara qilib, bu masalani Allohga arz qilgan. Natijada Mujadila surasining 1-oyati tushib, bu masala shu ayolning fikriga asosan hal qilingan. Bu oyat tuvandagidek. Allah haqiqatan eri to'g'risida sen bilan munozarlashgan va Allohga shikoyat qilgan ayolning so'zini angladi. Allah ikkinlarning so'zinglarni anglab turdi. Allah haqiqatan anglag'uchidir, ko'rguchidir. Bu oyatdan biz bir ayolning payg'ambar bilan munozirlashib, dush kelgan o'valchiqni o'ttirib qo'yishi va o'z huquqini qo'g'dishdek muhim inqilobning ilib berilganligidan xabardor bo'lamiz. Oyatdan yakunlashga bo'ladigan muhim prinsiplar tuvandikicha. Birinchi, bu Havlaning xatoligi emas. Bu oyat zulm uchirgan ayolning o'z haq huquqini qo'g'dash huquqiga ega ekanligini ko'rsatib berdi. Jahiliyat odati bo'yicha garchi Havla hech qanday xatolik sodir qilmagan bo'lsa-mu, lekin vujudining bir qismining qiynonisiga o'xshatilishi sababidan taloq qilinadi. Shunga bu oyatning 1400 necha yil ilgari o'valchilikka uchragan va begunoh holda uydan qo'g'lab chiqarilishdek qismatga duch kelgan bir ayolga payg'ambar va davlat rahbarining huzurida o'zining haq huquqini qo'g'day oladigan ishonchni ato qilishi kishining diqqatini tortadi. Ikkinchi, xatolik sukut qilmaslik. Mazkur oyat ayol zotiga o'zining fikrini qo'g'dash va fikr bayon qilish erkinligini berdi. Ya'ni ayolning mingisi erning mingisiga qul bo'lishdan ozod bo'lib, o'zining o'y fikrlarini payg'ambarning huzurida erkin bayon qilish erkinligiga erishdi. Mujadila surasining 1-oyati bu ayol yoqlagan qarashni qo'llagan. Shunga Havlaning payg'ambar alayhissalom bilan bo'lgan ko'rishi yuqori pallaga ko'tarilib, Allohning huzuriga yetgan va u yerdan zinhor kabi xato odatning tuzitilishini olib kelgan. Shuningdan tortib ayollar jamiyatdagi xatoliklardan gumonlanishga, u to'g'risida o'z fikrini erkin bayon qilishga boshlagan. Shundaqla qo'lga keltirgan bu utuqni ayollar haq huquqiy doirasiga kirgizish fursatiga erishgan. Havla payg'ambar bilan munozirlashib, o'z fikrini erkin bayon qilishdan burunla, munozirni Allohga shikoyat qilgudek darajada o'z oldiga mustaqil harakat qilgudek fursatga ega bo'lgan edi. U barliq imtiyozlardan xalqib, masalani bevosita Allohga shikoyat qilishdan iborat inqilobni amalga oshirgan edi. Uning bu masaladagi faryodi uchun ulug' Alloh oyatda Alloh angladi dedi. Nahaqchilikka uchragan bu ayol ovozni Alloh yetkizgudek salohiyat qudratga ega bo'lgan bo'lib, Qur'on buni tasdiqlagan. 3. Urf-odatlarning o'zgarishi. Bu oyat ba'zi ijtimoiy odatlarning o'zgarishining zarurligini ko'rsatib berdi. Ayollar uchun zulmga aylangan urf-odatlar o'zining mavjudligini saqlab qola olmaydigan bo'lib, ularning o'zgarishi zarur ham muqarrar bo'ladi. Yuqorida bayon qilingan surada tilga ilingan vaqa ayollarning xato odatlarini yo'qotish yoki o'zgartirishi uchun u haqda savol qo'ya oladiganligini ko'rsatib berdi. Yuqorida bayon qilingan surada tilga ilingan vaqa ayollarning xato odatlarini yo'qotish yoki o'zgartirishi uchun u haqda savol qo'ya oladiganligini ko'rsatib berdi. Xato urf-odatlarning eg'ir besimi ostida ayollarga qilingan zulm oxirlashdi. Shundaqla ularga o'zini silkish va o'rnidan dast turish signali berildi. Bu yerda dal mushu oyat bu silkinishning piltisini tutashtirgan. 4. Onaning tangdishi bo'lmaydi. Bu oyat bizga yana tuvandagi haqiqatni ko'rsatib berdi. Ya'ni onaning tangdishi bo'lmaydi. Yaratquchi yakki bo'lgandek, farzandni dunyoga keltirgan odamning yigona. Onaning har qanday bir a'zosini boshqa har qanday jonliqning o'xshash a'zosiga o'xshatishga bo'lmaydi. Navoda o'xshatsangiz jazoga tortilib, bir qo'lni ozod qilasiz yoki 2 oy uzildirmay ro'za tutasiz va yoki 60 yo'qsilga bir vaqt tomoq berishingiz kerak. Havlaning voqeasi ayollarga o'zining fikrini qo'g'dash va haq huquqini talab qilish erkinligini, shundaqla onaning tangdoshsizligini va uningga boshqa bir narsani o'xshatishning qonuniy jazosini olib kelgan.
Mücadele surəsinin aldınqı ayətləri ərlərinin saxta qururunu sundurub taşlab, ayollarını özünü tüvən görüş tuyğusundan qutuldurğan. Bu ayətlər ayollarning bir-biriga bo'lgan ko'z qarashini o'zgartgan va qurib qaqshal bo'lib ketgan tangsiz munosabatlarga yangi hayotlik elib kelgan. Muhimi bu orqali ayollarning xorliqini sharafga aylantirgan. Hazrat Ayso kalima sifatida u Masih, Mahdi, yordam, dalil, isbot, rahmat, shundaqla Maryamning o'g'li. Uning tug'ilishi bilan dunyo tarixida tunji qitim bir bola onaga mansub qilinib, onaning ismi bilan atalgan. Otaga emas, onaga mansub bo'lish ayollar haq-huquqi nuqtasida ilib berilgan muhim inqilob bo'lib hisoblandi. Hazrat Aysoning Qur'ondagi barliq sifatlari bo'lsa, ilib berilgan inqilobning bir tarafini ifodalaydi. Bu bir kalima so'z ayollarning fikr bayon qilish erkinligini qo'lga keltirishiga hissa qo'shgan. U Mahdi büşükdə ömürlük davasını jakarlagan. U yordam bo'lg'ashqa ayollarning huquqini kuchaytirdi va mukammalashtirdi. Shundaqla u Hazrati Maryamning o'g'li bo'lib, onasining ismining insoniyat tarixida to'xtamay yod etilishi uchun sharoit hozirlab berdi. Qisqasi Hazrati Maryamning o'g'li Aysoning dadisiz dunyoga keltirilishi ayollarning qadr-qimmatini yuqori ko'tarish jihatda davr bo'lgich o'zgarish hosil qilgan deyishga bo'ladi. 6-cı tema Hazreti Maryam və ayollarning haq-huquqi. Peyğəmbərlər hesab qalmaganda Hazreti Maryam insoniyat tarixidagi eng muhim shaxs hisoblandı. Uning dunyoga kelishi va kechmishlari insoniyat ham madaniyatga nurg'un narsalarni ato qildi. Al-Imron surasining 35-oyati bizga Hazreti Maryam tug'ilishdan burun onasining qilgan duosini bayon qilib berdi. O'z vaqtida Imronning ayoli Rabbim, men qursqimdagi farzandimni hur holatda chuqum sening xizmatingga atadim. Bu nazir hadiyamni qabul qilgin. Sen haqiqatan anglab turg'uchisan, bilib turg'uchisan deb duo qilgaydi. Al-Imron surasi 35-oyat. Hazrati Maryamning onasining og'zidan chiqqan hur hukmi o'g'il farzandni ko'rsatdi. Chunki u vaqtlarda Isroil xalqi ayollarni qul cho'ra qilib ishlatyotdi. Erkek deganlik, erkinlik deganlik bo'ladi. Shunga bu ayol o'z jinsidan bo'lgan farzandini tug'ishni xohlamagan edi. Hazrati Maryamning onasi uni tuqqanda mundaq deb duo qilgan. U qiz tuqqan vaqtida garchi uning nima tuqqanligini Alloh bilib tursa-mu, u: "Ey Rabbim, qiz tug'dim. Halbuki o'g'il qizga o'xshash emas. Men uni Maryam deb atadim. Men haqiqatan uning va uning avlodlari uchun senga sig'inib qo'g'landi shaytondan panoh tilayman." dedi. Al-Imron surasi 36-oyat. Birinchi, inqilobni Alloh o'zi qo'zg'agan. Yuqoridagi oyatdan Imronning ayolining o'zining qiz tuqqanligi uchun qayg'urganligi va o'g'ilni qizdan ustun deb qaraydiganligini ifodalab, ulug' Allohdan qizini shayton va kishilarning ta'siridan qo'g'dashni talab qilganligini ko'rib olg'il bo'ladi. Shunga ulug' Alloh erlarning ustun ko'rilishiga xotim berish uchun tunji inqilobni o'zi qo'zg'agan edi. U qiz bolani kamsitgan ahongda qilingan duoning to'g'ri emasligini ifodalab, buni amaliy harakati bilan ko'rsatib berdi. Zuhruf surasining 18-oyatida ulug' Alloh o'g'il bolani azizlab, qiz farzandni kamsitishni xatoligini mundaq tilga olgan. Zibu zinnat ichida cho'ng bo'lib, o'z haqqini himoya qilish uchun kurash qilmaydigan qiz farzandni ular xolamayotgamdi. Demak, Maryamning onasining qiz farzandni xolamasligi jahiliyat davridagi arablardan bor illat edi. Chunki arablar qizlarini Allohga mansub qilib, o'g'illarga o'zlariga chiqatdi. Zuhruf surasi 15-dan 17-oyatgacha. Ikkinchi, Allohning murodi. Hazrati Maryam mushundaq bir psixika va ijtimoiy besim mavjud sharoitda dunyoga kelgan edi. U xil muhitda Maryamning onasining yoki jamiyatning tushanchisida ayollarning qadr-qimmati yo'q bo'lib, Maryamning orqasida faqat yaratquchining murodi, ya'ni qiz farzandlarning yoritilishida alohida ilohiy maqsad va iroda bor edi. Albatta, bu ayollar faxrlanishga muhim bir nuqta. Hazrati Maryamning onasi homilador mezgilda u o'g'il bo'lsinmi yoki qiz bo'lsinmi degan savollarga qarata hammaga qodir Alloh bolaning qiz bo'lishini iroda qilgan bo'lib, natijada insonlar ayollar huquqini qo'g'dashda mag'lub bo'lgan edi. Amaliyotda hammaga qodir Alloh bu yaratish, ya'ni Maryam dunyoga keltirish orqali xo'rlangan, chetga qiqilgan, qul qilingan va izzat hurmati dafsani qilingan ayolning sharafini asli keltirgan edi. Zuhruf surasining 18-oyatida ulug' Alloh o'z haqqini qo'g'dash uchun kurash qilmaydigan deyish orqali qiz bolaning huquqini gavlantirish va qo'g'dash uchun bu uqumni kun tartibga ilib kelgan va bizga bayon qilgan.
Xuddi Hazreti Maryamga o'xshash, barliq qizlarning dunyoga kelishi ota-onalarning tanlashi emas, balki ilohiy taqdir bo'lg'achqa, o'g'illarni ustun ko'rib, qizlarni kamsitadigan oilaga ilohiy rahmat kelarmi? Bu oila baxtli bo'la-olarmi? Aniqki, bu salbiy, tangsiz pozitsiya qizlarning tarbiyasiga pasib ta'sir ko'rsatadi. Hazreti Maryamning onasi Xonna o'zining duosi, orzusining aksiga qiz tuqqandan keyin duosini o'zgartib mundaq dedi: "Men uni Maryam deb atadim. Men haqiqatan uning va uning avlodlari uchun sana sig'inib, qo'g'landi shaytondan panoh tilayman." Al-Imron surasi 36-oyat. Hamik qodir Allah uning bu duosini qabul qildi va Hazreti Maryamni guldek chiroyli cho'ng qilib, uni Zakariya payg'ambarga omonat qildi. Demak, Allah Hazreti Maryamni tarbiyalab cho'ng qilishni o'z ustiga ilib, uni Hazreti Zakariyaga omonat qilgan edi. Hazreti Zakariya har qatim Maryam turgan mihrobga kirganda, Maryamning yinda yemaklik ko'ratdi. Zakariya payg'ambar: "Ey Maryam, bu sana nadin keldi?" deb so'rasa, Hazreti Maryam: "Buni menga Allah avatdi" deydi. Albatta, Allah o'zi xalqan odamga cheksiz rizq berdi. Buningdan mundaq xulosa chiqdi: Hamid qodir Allah o'z huzuridan Hazreti Maryamga yemaklik avatib, uni baqatdi. Hatto Zakariya payg'ambar bu ahvolga hayron qolganlikdan savol so'rashdan boshqa hech ish qila olmadi. Oyatdagi mihrab hukmi yuqorida egiz joy va uy ma'nosini bildirdi. Shundaqla eng oliy va eng qimmatli majlis degan ma'noni bildirdi. Faxraddin Rozi, Tafsiri Kabir 6, 281 va 282 batlar. 3. Rizqini Allah berdi. Maryam egiz joyga silingan uyda cho'ng bo'lganlikdan bir ayol zotining ulug'lanishga tegishli kishi ekanligi to'g'risida tushuncha o'ttirib chiqdi. Allah uning rizqini beradigan bo'lib, Zakariya payg'ambar uni beqishga mas'ul qilingan edi. Dunyoga kelishi va beqib cho'ng qilinishi insoniyat tarixi bo'lib, ayollarning haq huquqi nuqtasidan muhim ahamiyatga ega bo'lgan Hazrati Maryamning hayoti yana boshqa voqealarga homildor edi. Xorlangan ayolning mehrobga chiqadigan darajada ulug'lanishiga sabab bo'lgan Hazrati Maryam ma'arifning asosiy qimmat qarashini o'zi bilan birga elib kelgan edi. Allah Hazrati Maryam dunyoga kelishdan boshlab kelajakda yuz berilgan zo'r inqilobga tayyorlayotdi. Şuna Allah onunğa pərişlərini əvətdi. Pərişlər onun bilan söhbət işətdi. Bu söhbətlərinin biri mundaq bolğan idi. Pərişdilər: "Ey Məryəm, Allah həqiqətən səni tanıdı. Səni pak qıldı və səni bütün cahan ayollardan üstün qıldı" dedi. Al-İmron surasi 42-oyat. Hazreti Maryam insoniyat tarixida yuz bergisi cho'ng o'zgarish uchun tanlangan, poklangan va keyin dunyodagi barliq ayollarning kishilik huquq inqilobini amalga oshirgan edi. Pəriştlər yana Hazreti Maryamga Allahның bir kəlim bilan onunğa xoş xəbər berganligi və bu balının isminin Maryam oğlu İsa ekanligini aytgan. Pəriştlər: "Ey Maryam, Allah sana özünün bir kəlimisi bilan xoş xəbər berdi onun ismi Məsih, Maryam oğlu İsa. O dünya və axirətdə obro'yli ham Allahqa yaqinlardan bo'ladi" dedi. Al-İmron surasi 45-oyat. 4. Otisiz tug'ilish. Janobi Allah Cibrilni Hazreti Maryamga avatgan bo'lib, Cibril uningga farzandlik bo'ldiganligi xo'sh xabarini yetkazganda, Hazreti Maryam o'ziga er kishini qo'li tegib boqmaganligini, bu sababdan farzandlik bo'lishni mumkin emasligini aytgan. Farishta uningga u balni yaratishning Allah uchun oson ekanligini, hamiga qodir Allohning uni insoniyatga Allohning qudratini ko'rsatgan dalil va rahmat qilganligini aytgan. Maryam surasi 17-oyatdan 21-oyatlargacha. Hazrati Maryam Hazrati Aysoni dadisiz tuqqan bo'lib, hamiga qodir Allah bu hodisning Hazrati Odamning yaratilishi bilan butunlay o'xshash ekanligini Al-Imron surasining 59-oyatida bayon qilgan. Hazrati Ayso qaysi mas'ul uchun dalil va rahmat bo'lgan edi? Ulug' Allah nimishqa uni dadisiz yaratdi? Bu savollarga jamiyatshunaslik, ya'ni ayollarning haq huquqi nuqtasini qaraydigan bo'lsak, bundaq yakunga erishalaymiz. Hazrati Maryam yashagan jamiyatda erlar hur, ayollar qul cho'ri bo'lib, xuddi erlar bo'lmasa dunyo mavjud bo'lmaydigandek, davom qilmaydigandek tushuncha mavjud edi. Hatto erlarning ayollarga ko'z-ko'z qilib, o'zidan faxrlanishi, ayollarni tovar deb qaraydigan darajaga yetgan edi. Xuddi Alloh taolo: "Erlarsiz dunyo bo'lmaydi" deb kibrli qilyapsizlar. Mana bu sizlarga dodisiz dunyoga kelgan bovoq degandek, aqllari ishorat bergan hamda bu orqali ayollarni erlar nazarida qadr qimmatga ega qilish inqilobini amalga oshirgan edi.
Şoңlашqa bu yaratılış hadisesi hem insoniyat uchun dalil, hem ayollar uchun rahmat bo'lg'aydi. Biz yomg'irga rahmat etamiz. U yer yuziga tushganda tabiatning simosi o'zgardi. Atrof yeşillik purkinib, tabiat boshqacha o'zgarish yasaydi. O'xshashla, xuddi suv yer yuzida o'zgarishlarni borliq keltirgandek, Hazrat Aysoning dodisiz dunyoga kelishi insoniyat uchun bo'lib ayollarning haq huquqi masalasida davr bo'lgich o'zgarish paydo qildi. Aziz radio anglag'uchi do'stlar, bu qitimliq kitob o'qishimiz mushat oyoqlashdi. Kelar qitimliq o'qishimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat. Turmuş atlı büyük makanın Çin güçsi bulbuli ayal Turmuş atlı büyük makanın Çin güçsi bulbuli ayal Öyüm balam deydu her zaman Yok onun da bihude hıyal Öyüm balam deydu her zaman Yok onun da bihude hıyal Bal tamçılar her bir sözüdin Şunca sözü köngül asmini Küyer fakat bir yürek üçün Şunca sözü köngül asmini Küyer fakat bir yürek üçün Haksız yaşar onun armeni Mihri deniz üzerine atıvan Hayıl ana yer bilen asman Ömrümüzge mena bergüçi Her bir ayal bizge bir mihman